Assalomu alaykum, hurmatli kitobxon. Boshimizga tushgan ayrim hodisalar tilimizdan beparvolarcha chiqqan so'zlarning natijasidir. So'zning ma'nosiga ehtiyot bo'lib gapirishimiz kerak. Duo anatomiyasi kitobi 1-bob 8-bo'lim. Kim so'zini amaldan sanasa, gapi kamayadi. Yosh qiz mahallasidagi o'rtog'ining bilagidagi oltin bilaguzukni ko'rib, yoqtirib qoladi. O'rtog'i onasi namoz o'qishni boshlagani uchun bilaguzuk sovg'a qilganini aytgan edi. Qiz dugonasining bilagiga havas bilan qarab, ko'nglidan shunday o'tkazdi. Agar onam menga ham shunday bilaguzuk olib berganda, men ham namoz o'qishni boshlardim. Oradan 1 hafta 10 kun o'tadi. Qizining bu o'ylaridan bexabar ona unga oltin bilaguzuk sovg'a qiladi. Hadya quvonchining hayajoni biroz bosilgach, qiz 1 hafta avval ko'nglidan o'tgan o'yni eslab lol bo'ladi. Bu holat Allohning lutfi ekanini mulohaza qilib, namoz o'qishni boshlaydi va sinovdan muvaffaqiyat bilan o'tadi. Alloh aytgan so'zimizdan ham, qalbimizdan o'tkazgan o'ylarimizdan ham har lahza boxabar. Har kuni har qanday his-tuyg'uyimizni bilib, hayotimizni boshqaradi va amallarimizga javob qaytaradi. Ba'zan qalbimizdan o'tgan, ba'zan tilimizdan chiqqan iddaoli ifodalar bilan yoxud bergan va'dalarimizdan manfaatimiz uchun voz kechishimiz bilan yuzlashtirib bizni sinaydi. Va biz unga jon tomiridan ham yaqinmiz. Qaysi holda bo'lsang, Qur'ondan nimani tilovat etsang, ishlardan qay birini qilsang, albatta biz o'shanga kirishayotgan paytinglarda sizlarga guvohmiz. Oyati karimalarini mulohaza qilaylik. Ey odam, so'ylayotgan, bajarayotgan har bir ishingning har lahzasida Alloh taolo iching va tashingni ko'rib turadi, eshitadi, biladi. Faqatgina namoz o'qiyotganingda emas, balki har on Allohning huzuridasan. Yerga tupurganingda uning huzurida bo'lasan. Yuzingga nazokat bilan muomala qilayotgan kishi sen yo'q paytda seni kamsitganini ko'rsatadigan video tomosha qilayotganingda qanday ahvolga tushasan? Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Ey iymon keltirganlar, nima uchun qilmagan narsangizni gapirasiz? Qilmagan narsangizni gapirishingiz Allohning nazdida qattiq yomon ko'rilgandir. Va'da beramiz, iddaolar qilamiz, yordam berishimizni gapirib yuramiz. Bir ehson niyat qilamiz va keyin sharoit o'zgarib, niyatimizdan voz kechamiz. Og'zimizdan chiqqan so'z, bergan va'damiz o'z-o'zimizga aytgan, havoga ko'tarilib unutiladigan so'z emas. Bu so'z va va'dalar ustimizga qarz sifatida yoziladi. Alloh hayotimiz va nasibamizni so'zlarimizga, xatti-harakatlarimizga, tanlovlarimizga qarab yo'naltiradi. Bir so'zni so'zlab, nohaq bo'la turib, so'zimizdan qaytish uchun ortga qadam qo'yganimizda, bu ishimiz ilohiy dargohdan ustimizga bir g'azabni tortadi va bu qahr duolarimiz barakasiga soya soladi. Allohning huzurida bo'la turib, u yaratgan ruhiy xastaga jinni deyayotganda Allohni kamsitayotganimizdan xabarimiz yo'q. Itni tepib, tur yo'qol bu yerdan birga xalta deganda, shunday asari sababli Allohga hurmatsizlik qilayotganimizdan g'aflatdamiz. Beparvolarcha so'zlagan va haddimizdan oshgan birgina so'z ham butun boshli hayotimizni o'zgartirib yuborishini mulohaza qilmaymiz.
Anqarada bir universitetning fizika fakultetiga o'qishga kirishga muvaffaq bo'lgan talaba qayd navbatida o'zidan oldinda turgan, sochlari oqarib ketgan talaba bilan tanishib qoladi. "Tabriklayman, endi o'qishga qabul qilinibsiz shekilli", deb so'rabdi. Oldindagi talaba "Yo'q, bu 8-yil", deb javob beribdi. Yosh talaba bu javobdan hayron ichida "Shunchalik ham ahmoqlik, dangasalik, past o'zlashtirish bo'ladimi?" degan o'ylar o'tibdi. Alal-oqibat nima bo'lganini bilasizmi? Bu yigitning yo'lidan har xil muammo va tashvishlar chiqib, universitetni 9 yil deganda arang tamomlab olibdi. Bizga bu hayotiy hikoyasini uning o'zi qahqaha otgancha gapirib berardi. Ko'nglimizdan o'tadigan va tilimizdan uchib chiqadigan har qanday iddaoli so'zlar bilan sinalishimiz mumkin. Ilohiy hikmat va Allohning tadbirini mazax qilishga haqqimiz yo'q. Duo va iddaoning hazili bo'lmaydi. Duo o'q kabidir. Har bir istak, o'y, hissiyot, harakat tizimining bir bo'lagi sanaladi. Ongimizda bir istak uyg'onganida diqqat-e'tiborimiz unga yo'nalgan bo'ladi. E'tiborimiz boshqa masalaga qaratilmasa, miyamizga kirgan har bir istak u yerda takrorlanadi. Bir martagina kichik istakni his qilganimizda, vaqt o'tib uni yuzlarcha kez takrorlaymiz. Bu bilan bir necha hissaga kattargan birgina istak ongimizni qo'lga oladi. Butun boshli hayotimiz shu istak atrofida shakllana boshlaydi. Bir narsani orzu qilayotgan kishi istagan narsasiga ishora qiladi va Alloh taolo uni istagiga yaqinlashtiradi. Hazillashib bo'lsa ham birovni o'ldirishni rejalashtirgan kishi bir kuni kelib qotil bo'lib qolishi mumkin. Bir ona qattiq g'azablanib bolasini haydab yuboradi. "Daf bo'l, ko'zimga ko'rinma", deydi. Bola o'sha kuni uyga qaytmaydi. Qo'riqlash xizmati xodimlari va mahalla aholisi bolani 2 kun davomida qidirishadi. Bolaning o'ligi orqa ko'chadagi usti ochiq quduqdan topildi. Bir murabbiy g'alati tajriba haqida gapirib bergandi. Hamma narsaga orzu-istak bilan urug' qadaladi, deya iti bilan qanday tanishganini aytib bergandi. Qalbida itlarga nisbatan chinakam e'tibor va mehr hislari bor ekan. Itlar bilan bog'liq ma'lumotlarga qiziqar, ularning xususiyatlariga ahamiyat berar ekan. Shu hislar og'ushida bir kuni ko'chada qarovsiz zadalangan ozordiyda bir kuchukcha uchratib qolibdi. Rahmi kelib itni veterinarga olib boribdi. Jonivorni qoldirib ketayotganida veterinar "Kuchugingizni oling, uni tashlab qayerga ketyapsiz?" degan ekan. Kuchuk bolasini o'ziga olib qolishga majbur bo'libdi. Yana bir hikoyada yigit sevgan qiziga ma'nosiga e'tibor bermasdan "Sen uchun jonimni fido qilaman", deydi. Ko'p o'tmasdan o'z joniga qasd qilib, hayotiga nuqta qo'ydi. E'tiborsiz va mas'uliyatsizlarcha so'ylagan har bir so'z yo'lida qurbon bo'lish mana shunday bo'lsa kerak. Bir suxandon tanishim Alloh unga nima uchun suxandonlik yo'lini ochganini o'ylab qoldi. U kishiga bolaligidagi qiziqishlari va orzu-istaklarini tadqiq qilishini tavsiya qildim. Bolaligida oynai jahondagi suxandonlarni yaxshi ko'rgani va ularga o'xshashni ko'p orzu qilganini eslab gapirib berdi. Ruxsatingiz bilan bir qo'shnimning hayotiy hikoyasi haqida gapirib bermoqchiman.
Rafiqasi uy ishlaridan charchab qolayotganiga e'tibor bergan qo'shnim, onasi, senga bir yordamchi ayol ishga olamizmi? Charchab qolyapsan-da, deydi. Xotini esa shunday javob beradi: bu uyga menga yordamchi sifatida qizimizdan boshqa hattoki urg'ochi pashsha ham kirishini xohlamayman. Bu suhbat kulgi bilan nihoyalanadi. Biroq ko'p o'tmay qo'shni ayol dahshatli avtohalokatdan arang omon qoladi. Umurtqa pog'onasi shikastlangani uchun yotoqda davolanishga mahkum bo'ladi. Urg'ochi pashsha kirishiga ham ruxsat bermaydigan uyida 1 yil davomida qaynonasining parvarishiga muhtoj bo'lib qoladi. Boshimizga tushgan ba'zi voqea-hodisalarni tahlil qilayotib, men bunday bo'lishini xohlamagandim, bunga munosib emasdim, deya e'tiroz qilishingiz, boshingizga tushayotgan kunlarga munosib bo'lmasligingiz mumkin. Xo'sh, xohlamagan yoxud iddaolaringiz bilan Allohning oldida katta gapirib qo'ymagan taqdiringizdan ham ishonchingiz komilmi? Ko'nglingizdan o'tayotganlarni yaxshi bilasizmi? Shunday ekan, yanglish so'z so'ylagan yoxud nomaqbul fikrlarni o'ylagan bo'lsangiz, hoziroq tavba qiling. Balki insoniyatga bir ibrat bo'lishi kerakdir. Bunga sababchi bo'lishga loyiq kishi kutilayotgandir. Bo'lishi kerak bo'lgan holatni hazillashib bo'lsa ham so'ragan kishi chiqib qoladi va tovon to'lash uning yelkasiga ortiladi. Ba'zan atrofdagilar bilan shunchaki guring uchun aytgan gap-so'zlarimiz ham aylanib, o'rgilib boshimizga tushadi. Bir haydovchi har gal yo'lida harakatlanayotganda boshqa haydovchilarning kichkina xatosini ko'rsa ham farosatsiz deb haqorat qiladi. Bu nohaq aytilgan so'z koinot metafizikasida o'ziga loyiq egasini topmasa, bu so'z og'zidan chiqqan kishiga qaytariladi. Nohaq so'z so'zlagan kishi aytgan so'zlari uchun afv tilab, odatini tark qilmagunicha qaysi kurs yoki shifokorga borsa ham foyda ko'rmaydi va qadamba-qadam aqldan ozib boraveradi. Chin dildan istagan yoki qalbimizdan shunchaki o'tkazgan barcha xohish-istaklarimiz kelajakda boshdan o'tkazadigan holatlarimizga oid ishoralarni o'zida jamlaydi. Bir kishi ko'nglidan shunchaki o'lim haqida o'ylar o'tkazadi. Bir qarasangiz, duosi qabul bo'lib o'lib qoladi. Bir kishi kechki ovqatda tansiq yemak xohlaydi. Ishdan chiqib uyga borganida ko'nglidan o'tgan istak dasturxonida ro'yobga chiqqan bo'ladi. Shuning uchun xayolidan uni xushnud qilmaydigan bir istak o'tganda miyasida uni xohlamayotganini takrorlashi va bu o'yi atrofida aralashib qolmasligi kerak. Shu eslatmaga diqqat qilishimiz lozim. Sizlardan biringiz duo qilayotganida nimani so'rayotganiga ehtiyot bo'lsin. Chunki so'rayotganining qay biri qabul qilinishini bilmaydi. Qizg'onchiqlik, nafrat, kina, adovat, kibr, xudbinlik va hirs kabi badbin o'ylardan paydo bo'ladigan orzularni tug'ilganidayoq bo'g'ishimiz darkor. Tavba qilichi bilan gunoh ajdarhosining kallasini boshidan uzib tashlash maqbul ish. Bizning qo'limizda bo'lmagan vasvasaga o'xshash o'y-xayollar uchun esa xavotirlanishning keragi yo'q. Zero, vasvasa kishining istagiga qaramay qalbga keladigan, uni behuzur qiladigan, tasdiqlanmagan o'y-xayollar hisoblanadi. Alloh taolo odamzodni o'zi tasdiqlamagan o'y-xayollari uchun so'roqqa tutmaydi.
Kechki taomga nima yeyish haqida o'ylashimiz unchalik ham muhim bo'lmasligi mumkin. Lekin bizni g'azablantirgan bolamizning haqqiga nima deyishimiz nihoyatda muhim. Iffatimizga ziyon yetkazishi mumkin bo'lgan orzu-istakka qarshi qanday munosabatda bo'lishimiz ahamiyatli. Raqiblarimiz va sershovqin qo'shnilarimiz haqida nima deb o'ylashimiz va ularning haqqiga aytgan so'zlarimiz juda muhim. Hammaga rahmat. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang.